Xonsaroy brendining asoschisi deb aytishadi sizni. Shu gap rostmi? Shu Xonsaroyni biz turmush o'rtog'im bilan ikkamiz asoschisimiz. Turmush o'rtog'im birinchi proyektlarini qilganlaridan keyin parnik bilan shug'ullandilar. Bir yili juda sovuq bo'lib, parniklaridan daromad ko'ra olmadilar. Va shunda men ularga qayta uy qurishni taklif qildim. Ularni bir o'rtoqlari, ya'ni Rasul ismli bir kishidan yer oldik, uylarni qurishni boshladik. Bu yerlarimiz ikkita edi, ikkitadan keyin 4 ta bo'ldi. Mana turmush o'rtog'imga Toshkentdan yaxshi yerli takliflar chiqdi. Toshkentda davom ettirishni istadilar. Birinchi men bunga qarshi bo'ldim, chunki Navoiyda o'zimizni sharoitlarimiz hammasi juda chiroyli edi. 6 ta farzandimiz, uylar, ota-ona, qarindoshlar, ishchilarimiz, hamma narsa tizimlashtirilgan edi. Va ular Toshkentdan qurilish qilaman, Toshkentdan boshlaymiz deganlarda men birinchi qarshi bo'lgandim. Ular birinchi kelib qurilishni boshladilar va keyin biz farzandlarimiz bilan ko'chdik va bundan xursandman.